Yakkasaroy Shota Rustaveli ko'chada 3 xona 118 kvadratli juda ham fayzli xonadonimiz bugun obzorga kelganmiz do'stlar. Birinchi oshxona qismimizdan boshlaymiz. Bu yo'lning yuzida joylashgan orientirimiz qon quyish markazi. Bu yoqqa mana juda ham klassik qilib 6 talik stol stullar va barcha texnikalarimiz bor oshxona qismimizda. Bu yoqda esa mana xolodilniklarimiz, mikrovolnovka va bu yoqda o'zining balkon qismi ham bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, do'stlar, uyimizda to'pli pol qilingan. Bu yoqda esa zal o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi. Mana korolevskiy qilib mягкий zona qilingan. Bu yoqda televizorlarimiz joylashgan, bu yoqda esa bizning chiroyligina lustralarimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Bu yoq bizda kirosh qismimiz bo'ladi. Bu uyimizda sanuzelimiz ikkita. Mana bu yoqda sanuzelimiz joylashgan, ko'rib turibsizlar, juda ham prostorniy qilingan. Bu yoqqa esa oynali zona va shkaflar o'rnatilgan. Xo'p, bu yoqda detskiy xona o'rnida foydalansak bo'ladi. Mana bu yoqda ham oynamiz bor, ko'cha tarafga qaragan. Yana bitta spalni qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Televizori va o'zining kichkinagina shkaflari bor. Master spalnimizga kiramiz. Master spalning o'zida balkoni ham bor, yo'l yuziga qaragan. Mana shkaflari ayollarimiz uchun oynali zona va spalnisi. Bu yoqda esa o'zining sanuzeli bor, hurmatli obunachilar. Bu yoqda maza qilib, er-xotin gaplashib, kech payt maslahatlashishlar shu yerda gaplashib hal qiladigan zona ham qo'yilgan. Uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, 150 ming kelishtiradigan joy bor do'stlar. Demak, sizlarni kutib qolamiz. Sog'